Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Yana bir uston o'pkamiz o'zlarimizning Bog'ot tumanida bo'ldi. Shunday deb kuxonli mebel taxlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Kuxonli mebelimiz yog'och svet bilan o'rmon svetda kombinatsiya etib bezurishga variantda ishlab berdik. Netib chat ko'rib chiqdi. O'sha mebelimiz 8400 bo'ldi. 1 metrni 3 million so'mda ishlab berdik. Materiallarni eng yaxshi materiallardan qo'yib berdik. Bu yerda xolodilnik uchun mesta qoldirdik. Xolodilnik uchun o'lchab ketdik. Kichkina ekan, ustida pechka uchun joy qoldirdik. Ertaga katta xolodilnik olsalar, polkasini olib tashlab, cho'tga pishadi. Ko'rishingiz mumkin. Bezurishga variantda ishladik. Fartuqlardan o'zini materialdan qo'yib berdik. Stollari rossiyskiy stollardan bo'ldi. Yerlarni tartma qo'yib berdik. Tandem bo'ladi. 100% korpus qismi indifdan bo'ldi. Mo'ykalarni, eng full mo'ykalarini qo'yib taxlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Shunday olib chiqdi mebelimiz. Bu yerda gaz, bu yerda vitishli uchun joy qoldirdik. Balandki qismi shunday olib tushdi. Ishga baho berasizlar. Kimga shunday sifatli mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Telefon raqamlarida kommentariyada, описаниеda qoldiraman. Bemalol telefon olib zakaz berishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tirib bermaysiz.